Assalomu alaykum, halol brend o'z obunachilari. Bugungi kun hammaga xayrli va barakotli bo'lsin. Kommentariyalarni o'qib, nima qilib vaqtimiz bo'lmayapti javob bergani. Ishlar ko'p, shuni istagan bitamiz. Bu yoqda yana boshlandi. To'liqroq obzor qiling, narxlarni aytib keting deganlarga. Zakaz olish boshlandi, hozir ham olib, shularni zakazga yasalyapti. Mana bu yoqda nimalar tayyorlanyapti, zapchaslari. Bu yoqda yana ikkitasi. Jam hozir 4 tani boshlab qo'yilgan. Bittasi bo'sh. Zakaz bermoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimizdan bularga 1 yil garantiya beriladi. Garantiyasi bormi deb so'raganlar bor ekan. Shu narsa 80 ta ot kuchini so'raganlar bor ekan. Qizib ketmaydimi deganlarga bu katta radiator qo'yilayotgan bunga. 12 litr radiator o'zi, 4-5 litr motor. Umuman qizimaydi inshaalloh. Hammani qiziqtiradigan savol narxi. Oldin boshda boshlanganda bularni 5,5 mingdan sotilgan traktorlarni keyin 4 mingga tushirdik. Hozir kamyonat asosida qo'yib olib 4500 dan sotilyapti. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.